Bu mahsulot ko'k nori urug'ini yog'i hisoblanadi, ya'ni xashak yog'i hisoblanadi. Turkiya mahsuloti, Turkiyada ishlab chiqarilgan halol. Bu yog'i mo'jizalari juda ham ko'p. Eng katta mo'jizalari erkaklar va ayollar salomatligini tiklaydi. Organizmdagi har qanday yomon charchoqlardan tortib yomon energiyagacha organizmdan tozalaydi. Sochlarni mustahkam qiladi, tirnoqlarni mustahkam qiladi, organizmda qurib ketayotgan teri hujayralarga yordam beradi. Eng asosiysi sog'lomlashtiradi. Bu mahsulotda E vitamini, antioksidantlarga boy bo'lgani uchun organizmda nimaiki yetishmaydigan vitamin bilan ta'minlaydi. Ayollar salomatligida gormonlari buzilgan ayollarni gormonlarini joy-joyiga qo'yishga yordam beradi. Turkiya mahsuloti bo'lganligi uchun bu xashak yog'i, ya'ni ko'knor urug'ining yog'i hech qanaqa narkotik modda hisoblanmaydi va toza ekologik sof mahsulot hisoblanadi. Organizmda ayollar va erkaklarni intim munosabatlarini ham mustahkamlaydi, chunki bu yog'da energiya, ya'ni tabiiy energiya o'zi har bir organizmni o'zini tabiiy energiyasi bo'ladi. O'sha tabiiy energiya manbaini ishga tushiradi. Bu yog' orqali ayol va erkaklarni intim munosabatidan tortib organizmdagi sog'lomlashtirish hujayralari ishga tushadi. Ishga tushgandan keyin odatda har bir organizm to'liq ish faoliyatini boshlaydi. Gormonlar balansi joyiga tushadi. Eng asosiysi bu yomon xolesterinlarni organizmlardan quvib chiqazadi. Ya'ni bizning organizmda juda yomon xolesterinlarni qon orqali, siydik orqali yuvib chiqazishga yordam beradi. Zakazlar uchun yuqoridagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Sizlarga ma'lumotlar beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.